Ikkinchi video ro'yxatdan o'tish. Endi esa ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Onlayn hamshira ilovasida ro'yxatdan o'tish juda oson. Avvalo, ilovani ochib, o'zingizga qulay tilni tanlang. Ilova to'g'ri ishlashi uchun zarur ruxsatlarni bering. Profil oynasidagi ro'yxatdan o'tish tugmasini bosish orqali ro'yxatdan o'tishni boshlang. Oferta shartlari bilan tanishib chiqqaningizni tasdiqlab, telefon raqamingizni kiriting va tasdiqlash tugmasini bosing. Telefon raqamingizga SMS orqali yuborilgan tasdiqlash kodini kiriting. Keyingi oynada so'ralgan shaxsiy ma'lumotlaringizni to'liq va aniq kiritishingiz juda muhim. Shaxsiy rasmni joylashtirish albatta ixtiyoriy. Ma'lumotlarni saqlaganingizdan so'ng siz ilovadan to'liq foydalana olasiz. Ya'ni siz endi xizmatlarni ko'rishingiz, buyurtma berishingiz va profilingizni boshqarishingiz mumkin. Keyingi bosqichda ilovaning asosiy bo'limlari va interfeysini birgalikda ko'rib chiqamiz. Onlayn hamshira bilan qulay davolaning.